o'zida sharoitlarimiz ancha yaxshilandi. Sharoitlar qulay. Chaqalog'imga ham, o'zimga ham juda ham yaxshi. Tibbiyotdagi birlamchi tizimda DMED programmasi dasturi ishga tushirildi. Bemorlarimiz esa tezkor ravishda elektron tarzda topiladi. Buning hammasi bemorlar va shifokorlarning faqat foydasi. Raqamlashtirishda tibbiyotni rivojlanishiga rezonans beradigan tizimda samadashmagan bo'laman. Qulayligi rosa yaxshi. Prezidentimizga ming rahmat. Salomatlik hayotning eng ulug' ne'matidir. Ushbu ne'matni asrash, dardga shifo izlash azaldan shifokorlar zimmasidagi muqaddas burch hisoblanib kelgan. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning markazida ham aynan inson, uning qadri va salomatligi turibdi. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hayotimizga yangi ruh bag'ishladi. Yangi poliklinikalar, zamonaviy diagnostik markazlar, tez tibbiy yordam stansiyalari bularning barchasi inson salomatligi yo'lida qo'yilgan katta qadamlardir. Chekka hududlarda ham markaziy manzillardagi kabi qulay va zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatishni tashkil etish borasidagi hayotbaxsh islohotlar sabab yurtimizning olis joylarida ham quvonarli natijalarga erishilmoqda. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumani chekka hududlardan sanaladi. Bugun tibbiyotda amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlar tuman ahlini ham mamnun qilmoqda. Aholimizni rozi bo'lishi uchun birinchi navbatda viloyatlar markazlarida, respublika markazlarida, xalqaro chet mamlakatlarda amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlari, davolash amaliyotlari, tekshiruv amaliyotlari yaqin qisqa 5 yillikda shu tuman darajasiga tushib kelganligi bu buyuk olamshumul g'alaba deb hisoblayman. 27 yillik mehnat faoliyatiga ega bo'lgan rahbar sifatida bu bevosita muhtaram prezidentimizni ixtisoslashgan xizmatni tumanga olib tushish bo'yicha bergan topshiriqlarini ijrosi natijasida nevrologiya, kardiologiya, reabilitatsiya, yuqori texnologik, travmatologik, jarrohlik amaliyotlarini hozirgi kunda tuman darajasida bo'layotganligi buning yorqin misoli. Tumanlarda ixtisoslashgan xizmatni tashkil qilish bo'yicha bergan qaror va ko'rsatmalariga muvofiq hozir tumanimizda nevrologiya, kardiologiya, endokrinologiya bo'limlari umumiy terapiya bo'limidan alohida qilinib, o'zini egasi bo'lgan nevropatolog, endokrinolog tomonidan davolash va profilaktika ishlari aholini salomatligini saqlash bo'yicha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Oyog'imda sinib qolgan edi. Plastik qo'yishdi. Endi hozir oldirishga keldim yana. Toshkentda qilsa kerak deb eshitgandim, keyin bu yerda o'zlari qilib qo'yishdi. Yaxshi xursandman. Ishlaridan ham, muomalalaridan ham, samimiy hammalari. Holatim mana ko'rib turibsiz yaxshi. Hozirgi kunda tibbiyotdagi islohotlarni jadallashtirish, jahon standartlaridagi tibbiyotni xalqimizga ko'rsatish, xalqimizda tibbiyotdan roziligini ta'minlash uchun oilaviy poliklinikalarda moddiy texnika bazasi, markaziy shifoxona va ko'p tarmoqli poliklinikalarning hozirgi kundagi moddiy texnika bazalari bosqichma-bosqich muhtaram prezidentimizda amaldagi qaror va farmonlari bilan ta'minlanib, tumanimiz aholisiga tibbiyotni yaqinlashtirish uchun dasturiy amal bo'lib xizmat qilmoqda. Buning yaqqol misoli tug'ruqxona kompleksini hozirgi kundagi zamonaviy tibbiy jihozlar bilan jihozlanishi, Ishonch 2030 strategiyasi dasturlari doirasida chaqaloqlarga va onalarga yaratilgan sharoitda natijasida to'liq jihozlanib, xalqimizga va yangi tug'ilgan chaqaloqlarga xizmat ko'rsatib, tibbiy xizmat sifatini oshirib kelmoqda. Bundan tashqari, markaziy shifoxonaning bo'limlarida funksional diagnostikada avvallari juda ham murakkab bo'lgan xususiy sektorlarga yo'naltirishga to'g'ri kelgan rentgen diagnostika, videogastrodentoskop, zamonaviy laparoskop jamlamalari hozirgi kunda xalqimizga bir sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib, davlat tibbiyotini rivojlanishiga va xalqimizda bundan bahramand bo'lishiga olib keldi. Bundan tashqari, tibbiyotdagi 90 kunlik dolzarb o'zgarishlar natijasida ham tibbiyot xonalarini tashkil qilish, bemorlarni bevosita qabul qilishda, davolashda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni ham deyarli yakunladi. Avvallari bu binolar bunaqa emas edi. Bu joydagi sharoitlar ham bunaqa emas edi. Mana shu zamonaviy ko'rinishga ega bo'lishi, zamonaviy sharoitlar yaratilishida mamlakatda yaratilgan tashabbusli byudjet loyihasi, ya'ni tashkilotlar va mahallalar hududlaridagi muammolar bevosita hududning o'zida aholining tashabbusi bilan bajarilishi natija berdimi? Muhtaram prezidentimizda tashabbusli byudjet loyihasi doirasida juda ham katta ishlarda amalga oshirdik. Mana shu qilinayotgan ishlarimizda asosiy qismini
homiylik mablag'lari ham bir qatorda tashabbusli byudjet loyihalarini amaliyotga tatbiq qilinishida tibbiyot xodimlarimizni jipsligi, xalqimizni tushunishi va tibbiyotda yaratilgan sharoitlarga hissa qo'shish natijasida doimiy ravishda bitta ikkita loyihalarda g'olib bo'lib kelganmiz. Zamonaviy liftlarda paydo bo'lishi, zamonaviy o'sha ko'p muassasalar orzu qilgan Germaniya Federativ Respublikasida ishlab chiqarilgan artroskopik apparatlarda, tibbiy jihozlarda, maliy invazivniy operatsiyalarda amalga oshiriladigan tibbiy jihozlarni sotib olishimiz, bundan tashqari obodonchilik ishlarimiz va kutish zallarini tashkil qilishimiz, bemorda qarovchilariga yaqin yaxshi munosib sharoit yaratishda, oilaviy poliklinikalarimizda qo'shimcha binolar qurilishida, zamonaviy qiyofa kasb etishida tashabbusli byudjetni juda ham katta ahamiyati va biz uchun tibbiyot xodimlari uchun yaratilgan munosib sharoit deb baholaymiz va hozirgi kunda bundan maqsadli foydalanib tumanimiz aholisiga tibbiy xizmat sifatini oshirishida loyihadan samarali foydalanib kelmoqdamiz. Eng avvalo kelajagimiz davomchilari bo'lgan farzandlarimiz dunyoga keladigan maskanga e'tibor qaratildi. Tuman tug'ruq bo'limi avvallari biroz abgor holatda edi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan onalik va bolalikni muhofaza qilish borasidagi ishlar va tashabbusli byudjet loyihasi asosida maskan zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi hamda qulay sharoitlar yaratildi. Tug'ruq kompleksida yaratilgan sharoitlar ko'rib turibmiz, juda ham zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. Avval bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Tug'ruq kompleksimiz ham hozir o'zimiz ham kelib havas qilamiz. Ko'z oldimizda o'zgardida. Avvalgi sharoitlar, masalan, ko'p holatda uzilishlar bo'lgan, masalan, hatto yoritish tizimida uzilishlar, isitish tizimida uzilishlar, bunaqalar juda ko'p kuzatilgan. Hozir islohotlar ta'sirida umuman uzluksiz yoritish tizimi, isitish tizimlari qish yoz oylarida juda yaxshi sharoitlarimiz. Masalan, o'zimiz ham xursand bo'lib ketamiz ishga, hali bemorlarimiz ham xursand. O'shaning uchun atrof tumanlarda ham bizga kelib tug'ishni xohlayotgan homiladorlarimiz ham ko'plab uchrayapti. Prezidentimiz, davlatimiz e'tibor berishganligi sababli bizda sharoitlarimiz ancha yaxshilandi. Bizga juda ko'p apparaturalar keldi. Endi bu apparaturalar homiladorlikda, tug'ruqdan keyin erta tug'ruq sodir bo'lganda chaqaloqlar parvarishi uchun juda bizga yaxshi yordam beryapti. Masalan, avvalgi vaqtda 1,5 kilo tug'ilgan chaqaloqlarni biz parvarish qilishga juda ham qiynalganmiz. Hozir kelgan apparaturalarimiz qulayliklari yaxshi. 750 grammli chaqaloqda ham yashatgan holatimiz ham bo'ldi-da. Hozir mana erta tug'ruqlarimiz bor, 30 hafta, 32 haftalik 1,5 kilo, 1600 gramm bolalarimiz buni kuvez apparatimizda ona qornidagi sharoitlarni qilib, hamma parametrlari normada. Sharoit tufayli albatta. Mana avvalgi vaqtlarda biz endi yo o'zimiz oxiriga yetib tushunmaganmiz, keyingi mana malaka oshirishlar, keyingi mana islohotdagi o'zgarishlar natijasida mana o'shalarda parvarish qilishni o'rgandik. Mana 2023-yil Belorussiya Respublikasi Minsk shahrida borib, ona va bola markazida malaka oshirib qaytdik. 2 ta neonatolog, 2 ta akshur ginekolog birgalikda bordikda, o'sha yerda chala tug'ilgan bolalarga qanchalik parvarish, qanaqa parvarish qilishni o'rganib qaytdik. Masalan, chaqaloqni o'pkalari yetilishi uchun chala tug'ilgan chaqaloqlarni, ularni keyingi parvarishlashi uchun kerakli jihozlar, dori-darmonlar o'sha paytda bilmasdik, tushunmasdik, o'sha yerda ham o'rganib keldik. Endi hozir masalan davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan shu narsalar bepul ta'minlab berilganda, mana masalan o'sha bolani o'pkasi yetilish uchun surfaktan degan modda kerak. Bu juda ham qimmatbaho dori-darmon. Shu dori masalan perinatal markazlarga berilgan davlatimiz tomonidan. Chaqaloqlar o'limi kamaygan. Chaqaloqlar o'limi ancha kamaygan hozirga. Juda ham xursandman. Tug'ruqxonada operatsiya yo'li bilan dunyoga keltirdim. Avvalo sharoitlardan, hamma narsadan mamnunman. Sharoitlar qulay. Chaqalog'imga ham, o'zimga ham juda ham yaxshi xizmat ko'rsatishyapti. 4 kun bo'lgan bo'lsa, mana o'zi ko'tarib, o'zimiz qo'limizda bemalol bolalarimizni qarab yuribmiz. Kirib, hammasini o'rgatib, tekshirib, qarab, platformalarga ulab berishdi, chaqaloqning rivojlanishi nimasi 5 yoshgacha nimaga ulab berishdi. Hamma yog'ini bemalol ko'rib, qarab, katta qilib olasizlar deyishdi. Qachon emlash kerak, hammasi. Hamma emlash nimalar hammasi ichida bor ekan o'sha programmada, o'zlari tushuntirishdi. Mamnunmiz, xursandman. 2025-yil davomida tug'ruq kompleksiga Ishonch 30 dasturi bo'yicha Turkiya, Xitoy, Hindiston, Germaniya va Koreya davlatlarida ishlab chiqarilgan 18 turdagi tibbiy jihozlar keltirildi. Natijada chaqaloqlar o'limi keskin kamaydi. Ona va bola salomatligini saqlash tizimini malakali kadrlar bilan ta'minlash, tibbiyotning so'nggi yutuqlarini qo'llash uchun shifokorlarning bilim va malakasini oshirishga qaratilgan e'tibor o'z natijasini bera boshladi. Pirovardida bemorlarning uzog'i yaqin, mushkuli oson bo'lmoqda.
Aholiga qulaylik yaratishda Dang'ara tumani tibbiyot birlashmasi ginekologiya bo'limida kam invaziv yuqori texnologiyalarga asoslangan endoxirurgiya yo'nalishi bo'yicha biz mini invaziv operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Chunki ayollarimizda bu operatsiyalarga muhtojlik yuqori. Shuni hisobiga biz Emerge departament bo'limida laparoskopiya amaliyotlarini yo'lga qo'yganmiz. Bachadondan tashqari homiladorlik, ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyalarini mana shu yerda amalga oshiryapmiz. Biz yaqin kunlarda gisteroskopiya amaliyotini yo'lga qo'yishni bu ayollarimiz uchun juda katta qulayliklar tug'diradi. Sabab gisteroskopiya amaliyotiga muhtojligi bor ayollarimizni biz Farg'ona viloyat perinatal markaziga jo'natar edik. Shu paytgacha shu yaqin kunlarda Xudo xohlasa o'zimizda amaliyotni amalga oshiramiz. Albatta bu sohada kadrlar tayyorlash tizimiga ham katta e'tibor qaratilgan bo'lsa kerak. Katta e'tibor qaratilgan. 2024-yil sentyabr hamda fevral oylarida shaxsan o'zim Andijon davlat tibbiyot instituti kadrlar qayta tayyorlash bo'limida endoxirurgiya yo'nalishi bo'yicha 6 oylik kursda o'qib kelganman. Natijada kelib shu amaliyotlarni bemalol amalga oshiryapmiz. Qulaylik yaratdi. Bu ham moddiy ham vaqt tarafdan bemorlarga ancha qulaylik yaratgan. Sabab mana shu oddiy ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasida ham 3 kun, 5 kungacha bemor statsionarda qolishga to'g'ri kelardi, lekin laparoskopik operatsiyalarimizda o'sha kuni bemorda tashrif o'tkazganimizdan keyin 2-3 soatdan keyin holat yaxshilanganda bemalol uyga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Aholiga sifatli va malakali tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi ortib borayotgani bois dang'araliklar o'z hududlarida zamonaviy tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xalqaro hamkorlik, xorijda malaka oshirish va zamonaviy tibbiy jihozlar keltirilish natijasida bu yerdagi shifokorlar murakkab jarrohlik amaliyotlariga ham qo'l ura boshlashdi. Kadrlarni tayyorlash masalasi bo'yicha ham jiddiy ishlar amalga oshirilyapti. Xalqaro maydon bilan qiladigan yuqori texnologik davolash jarayonlarini tuman darajasida qilish amaliyoti ham ayniqsa travmatologiya, ortopediya, xirurgiya yo'nalishlarida, chaqaloqlar reanimatsiya yo'nalishida, tug'ruq kompleksida ayollarga ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar jahon rivojlangan standartdagi tibbiyot muassasalariga aylanishiga yaqin turibmiz. Muhtaram prezidentimiz, Sog'liqni saqlash vazirligi, tuman mahalliy hokimiyat organlarini amaliy yordami bilan va tibbiyot xodimlarining ishtiroki bilan amalga oshirib kelinmoqda. Qay darajadagi murakkab jarrohlik amaliyotlari bevosita Dang'arada amalga oshirilyapti? Bevosita hozirgi kunda eng murakkablaridan bo'lgan bu ikki tomonlama endoprotezlash amaliyotining bir vaqtning o'zida o'tkazilishi, totalniy endoprateziyasini Respublika travmatologiya institutining mutaxassislari hamda memorandumga asosan Hindiston davlatining nufuzli klinikalarining mutaxassislari bilan mahalliy kadrlarga master klass darajasida o'tkazildi. Totalniy endoprotezlash amaliyoti bu tuman darajasida bo'lishi yaqin tarixda bo'lmagan. Hozirgi kunda o'zimizning mutaxassislar master klassdan o'zlari ham mustaqil ravishda endoprotezlash amaliyotiga yaqin turibdilar. Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga chuqur kirib kelmoqda. Tibbiyot sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali bemorlarning vaqtini tejash, davolanish jarayonini yengillashtirish va shifokorlar mehnatini samarali tashkil etishga erishilmoqda. Dang'ara tumanida ham tibbiyotni raqamlashtirish jarayonlari eng avvalo birlamchi tibbiyot maskanlaridan boshlandi. Bugun tumanning chekka hududida yashovchi fuqarolar ham Dimet axborot tizimi orqali tibbiy xizmatlardan foydalanishyapti. Jarayonlarni Targ'ava mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 13 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatuvchi 31-oilaviy poliklinika faoliyati misolida kuzatdik. Aholimizni Dimet bazasiga biriktirib olganmiz. Bemorlarimiz tezkor ravishda elektron tarzda topiladi va kelgan bemorlarimiz antropometrik o'lchovlari, qon bosimlari va laboratoriya o'zi va rentgen qog'ozlari qog'ozda emas, elektron tarzda oilaviy shifokorga yo'naltiriladi. Bemorlarimizga qulayligi patronajchilarimiz tomonidan aholiga yurib Dimet ilovasiga ulantirilgan. Uyda o'tirgan holatda ham shifokorga vrach qabuliga yozish huquqiga ega. Kelganda navbatsiz oilaviy shifokorimizni kirishlari mumkin. Bu bemorlarimizga elektron tibbiy karta yaratiladi. Bunday asosiy afzalliklari, bunda ma'lumotlar yo'qolmaydi va keyinga kelganda ham shunda olingan muolajalari, analiz tahlillari saqlanib qoladi. Juda qulay, ortiqcha qog'ozbozliklari yo'q va faqat elektron tarzda ishlaymiz. Bemorlar uchun ham juda qulay va tibbiyot xodimlari uchun ham juda samarali. Bemorimizni masalan bizda bo'lmagan mutaxassislar, tor mutaxassislarga yoki boshqa shifokorlarga jo'natmoqchi bo'lsa, shifoxonaga yotmoqchi bo'lsa, yo'llanmalarimiz ham elektron tarzda yo'naltiriladi. Dori olmoqchi bo'lsam, retsept ham dorixonaga elektron tarzda
kiritiladi. Bemorimiz dorixonaga kirishganda dorixonaga retseptlar chiqib bo'ladi. Dorixonadan shu kerakli dorilarni oladi. Endilikda har bir bemorning holati qog'ozlarga emas, balki elektron sahifalarga joylanmoqda. Birgina tugmani bosish bilan shifokor bemorning o'tmish kasalliklari, tahlil natijalari, hatto dori qabul qilish vaqtini ham ko'ra oladi. Bu vaqt tejamkorligi, ishonchlilik va aniqlik demakdir. Poliklinikalarda navbat elektron tartibda yuritilayotgani, shifokor qabullari onlayn belgilanayotgani, elektron retsept tizimi yo'lga qo'yilgani barchasi yurtdoshlarimiz uchun qulaylikdir. JW1975 raqamli bemor 3-xonaga o'tishingizni so'raymiz. Patronaj hamshiralarimiz bizga Demet ilovasini tortib berishdi. Demet tizimida shu 31-poliklinikaga kelib, navbat kutmasligimizni, keyin navbatda turmasligimizni, shu uyda o'tirgan joyimizda Demet ilovasidan navbat olishimizni tushuntirishdi. Navbatimizda kelib, shunday qabulga kirib, vrachlardan retseptlarni yozdirib, dori-ko'llarni olaverdik. Bizga yaxshi tomoni navbat kutmasligimiz, uyda turgan joyimizda shu ilovadan foydalanishimiz. Qulay bo'lyaptimi? Qulayligi rosa yaxshi. Prezidentimizga ming rahmat, bizga shunchalik aholimizga sharoitlarni yaratib berganiga. Muhtaram prezidentimizni 415-qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 570-qarori, vazirimizning 384-buyruqlariga asosan bosqichma-bosqich raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Bu ayniqsa birlamchi tizimda yaqqol o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatdi. Bu ko'rsatish natijasida kasallik varaqasini yozish, talabalarda kasalligi oqibatida darslarga qatnashmayotgan holatlari, ahamiyatlisi nogironlarimizni mutaxassislarni va mehnat ekspertizasini eshigida turishini oldini olish uchun, nogironlarimizni ijtimoiy himoya qilish uchun oilaviy shifokorlar yashab turgan qishloqlarini o'zidan elektron platforma orqali hujjatlarni yuborish, bemorni baholash, unga guruh nogironligini belgilash elektron tartibda amalga oshirilayotgan bo'lsa, 10 dan ortiq tibbiy hujjatlarimiz hozirgi kunda to'liq raqamlashtirishga o'tkazib, tibbiy hujjatlarni saqlash, uni arxivlashtirish, ro'yxatga olish tartiblari hammasi bekor qilindi. Raqamlashtirish ishlarini jadallashishi, shaffoflikda oshirilishi, manfaatlar to'qnashuvini kamayishiga olib kelyapti. Bundan tashqari tuman prokuraturasi, tuman departamenti, mas'ul idoralari bilan birgalikda hamkorlikda joylarda bosqichma-bosqich qilyapmiz. Kameralashtirish ishlarini ovozli kameralar yozishdi. Bundan tashqari elektron videoroliklarda odamlar to'planadigan, odamlar ko'p murojaat qiladigan mana ko'p tarmoqli poliklinika, markaziy shifoxonani odamlarga qulay bo'lgan qismlariga videoroliklarda uzluksiz qonunda ijrosini ta'minlash uchun amalga oshirib kelyapmiz. Yuqorida aytganimdek, tumandagi mutasaddi idoralar bilan birgalikda profilaktik ishlar doimiy ravishda tibbiyot xodimlarining ongi shuuriga singdirilib, hozirgi kunda tibbiyotda korrupsiyadan xoli hudud qilish bo'yicha jiddiy jahd bilan harakatlar amalga oshirilyapti. Tibbiyotni raqamlashtirish bu nafaqat texnologik yangilanish, balki inson salomatligiga bo'lgan munosabatda yangi bosqichdir. U bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatni soddalashtiradi, sog'liqni saqlash tizimini ochiq va samarali qiladi. Shundan kelib chiqib, bu yerda barcha tibbiy moslamalar elektron dasturlarga ulandi. Har bir yo'laklarga mana bunday monitorlar o'rnatilgan bo'lib, bemorlar o'z navbati va qabul qiluvchi shifokorning kim ekanligini ko'rib turishi mumkin. Tartibli qabul esa samarali ko'rik natijasiga asoslangan davolanish sari yo'l demakdir. Demet tizimi ish boshlaganda bizga qulayliklar juda ham katta bo'ldi. Avvalo qabulxonadan bizga kelgan bemorimizni kompyuter orqali qabul qilib, laboratoriya tahlillarini biz ham laboratoriyaga kompyuter orqali beryapmiz. Bemorlar qo'lida qog'oz olib, yo'llanmalarni olib karta ochirgan tushmaydi. Shunday kompyuter orqali o'zlarining pasport raqamlari bilan qabulxonamizga kiryaptilar. Qabulxonadan bemalol yotgani shunday chiqyaptilar. Qog'oz umuman ishlamayapti hozir. Avvalgidek navbatlar yo'q, navbatda turish to'xtatildi. Demetni foydasi juda ham katta ekan. Bizga ham ancha qulayliklar bo'ldi. Listlarimizni o'rniga shu kompyuterdan qilgan ishlarimizni belgilab qo'yapmiz. Qolgan vaqtlarda o'zimiz ustimizda ishlayapmiz. Demet tizimining joriy etilgani ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini orttirish bilan birga jarayonlarni nazorat qilish imkonini ham bermoqda. Korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida bepul xizmatlar, dori-darmonlar, ishonch telefonlari haqidagi elektron tablolar o'rnatilib, bemorlar uchun ochiq va oshkora shaklda taqdim etilyapti. Joriy yilda 5-mart kuni muhtaram prezidentimizni Milliy kengashda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bergan topshiriqlari tumanda to'la-to'kis amalga oshirilishi ustidan tuman prokuraturasi tomonidan
to'liq nazorat o'rnatilgan. Eng birinchi o'rinda tibbiyotdagi birlamchi tizimda DMET programmasi dasturi ishga tushirildi. Bu orqali fuqarolarni sarson bo'lishlari, shuningdek har xil byurokratik to'siqlarning oldini olishiga erishildi. Nogironlikni belgilash to'g'ridan-to'g'ri elektron dasturlar orqali inson omilisiz amalga oshirilib, byurokratik to'siqlar olib tashlandi. Raqamlashtirish orqali manfaatlar to'qnashuvi bartaraf etilmoqda. Fuqarolarni davlatga ishonchi keskin o'zgarishiga olib keldi. Tibbiyot sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali bemorlarning vaqtini tejash hamda shifokorlar mehnatini samarali tashkil etishga erishilmoqda. Eng muhimi, har bir fuqaroning tibbiy tarixi yagona elektron bazada saqlanmoqda. Bu tizim orqali bemor qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, uning salomatligi haqidagi ma'lumotlar shifokorlar uchun doimiy ravishda ochiq bo'ladi. Guvohi bo'layotganimizdek, tibbiyotni raqamlashtirish aholi salomatligini himoya qilishda yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.